Sharqiy Turkistonda yana bir yosh nahaq tutqun qilindi. Sharqiy Turkistonning Turpan shahridagi Oltin Ko'rik nomli sayohat shirkatining xodimi Abdurahmon Mehmet jazo lageri qamalgan tuqqanlarining salimini Yaponiyadagi jiyani Muharram Mehmet Aliga yetkazganlik uchun chet el bilan aloqasi bor unsur degan bahona bilan tutqun qilinib jazo lageriga avatilgan. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, Abdurahmon Mehmetning oilasi Turpanda yezi egilik bilan shug'ullanadigan bo'lib, shundaq bo'lishi qaramasdan turli ayblashlar bilan xoligancha tutqun qilingan. Uning 10 nafar urug' tuqqunning turma yoki jazo lagerida ekanligi ma'lum. Madaniyat qirg'inchilik elib berayotgan Xitoy qora qo'lini Uyg'ur taomlariga uzatdi. Yaqinda buyon Uyg'ur taom madaniyatidagi eng shahona tamoqlarning biri bo'lgan zix kabobning Xitoy taraflarida Xitoy kabobi deb tanishtirilishi norozilik inkaslari paydo qildi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlar bilan birga Uyg'ur madaniyatini yo'q qilish urinishlari tanqidga uchirmoqda. Xitoyning Yarshar vaqt gazetida 13 avgust e'lon qilingan atalmish Xitoy kabobi nomli maqolada zix kabobning chet ellik mehmonlarni Xitoyga olib kelgan muhim bir taom turi ekanligi va uzun tarixdan buyon Xitoy taom madaniyatiga tava bo'lib kelganligi aytilgan. Yana bir tarafdan Xitoyning Istanbulda turistlik konsulxonasining Uyg'urlar uchun yeti kam bo'lsa bo'lmaydigan sanzini Xitoy taomlarining bir turi deb tanishtirishi diqqat tortdi. Xitoyning Hong Kong alayida ma'muriy rayonida jinoyatchilarning Xitoyga qaytarilishiga yo'l ochadigan qonun loyihasiga qarshi namoyishlar bugun davomlashdi. Kishilik huquq fronti nomli tashkilotning uyushtirishi bilan minglagan kishi Viktoriya bag'chisiga to'plandi. Tushga yaqin yaqqan yomg'ir qaramasdan namoyishchilar mustaqil Hong Kong qonun loyihasi bekor qilinsin, demokratiya xohlaymiz, bo'ysunmaymiz degandek shuarlarni to'lab namoyishni davomlashtirdi. 21-iyul bir to'p kishining namoyishchilarga hujum qilganligiga e'tiroz bildirish uchun namoyishchilar saqchilar, qaroqchilar bilan birlashib xalqqa ziyon silyotidi degan xatlar yozilgan lozunkalarni ko'tardi. Yana bir tarafdan Xitoyning Sharq Turkiston, Hong Kong va Tayvanga qaratgan insoniyatga qarshi bostirishlardan bearam bo'lgan bir Xitoyning namoyishi diqqat tortdi. Hindistonning har qaysi joylarida yuz bergan yomg'ir ofati sababli kelib chiqqan sel, tuproq yemirilish va boshqa qazolarda o'lganlarning soni 350 ga yetdi. Hindiston tarafdorlarining xabar qilishicha, kuchli yig'in ta'sir ko'rsatayotgan Kerala, Maharashtra, Madhya, Rajasthan, Andhra Pradesh va Karnataka o'lkalarida yuz bergan sel va tuproq yemirilish voqealarida 17 kishining hayotidan ayrilishi bilan o'lganlarning soni 350 ga chiqqan. Hormuz bo'g'zi va Paris qo'ltig'ida jiddiychilik davomlashmoqda. Reuters'ning eng yangi xabarida Iran dengiz armiyasining bir bayonotiga yer berildi. Abonentlarga jiddiy kod bilan avatilgan xabarda Iran dengiz armiyasi qo'mondonining urqash davri oxirlashdi. Paris qo'ltig'ida Iran neft paraxotlariga qo'shilishga tayyormiz deganligi bildirildi. Yaqinda buyon Amerika va Angliya boshlig'ida nurg'un g'arb davlati bilan orasida surkinish yuz bergan Iran hukumatiga vakolatan so'z qilgan dengiz armiya qo'mondoni Xonzada qattiq ifodalar ishlatdi. U urqash davri oxirlashdi. Agar davlat cho'nglar xolisa armiyamiz Adrian neft paraxotiga hamroh bo'lishga tayyor dedi.